Oxirgi 10,000 so'm pulim qoldi. Haligi kelishingizda tarvuz olib keling, rosa yegim kelyapti. Tarvuz yegilar kelib qoldimi, xotinjon? Bo'ldi. Siz aytasiz, biz yo'q deymizmi? Hozir yuz qilamiz. Obidjon, kelishingda qovun ola ke bolam. Qovun yegim kelyapti. Qovun? Xo'p bo'ladi. Mana tarvuz, mana qovun. Maza qilib tarvuz qovun yeymiz endi. Maftun shirin kulgular kimda bor? Voy bolam, oyoq kiyiming qani? Ha, bo'mi? Oyoq kiyimim tarvuz qovun sotadigan akaga yoqib qopti. Berib keldim. O'zi meni oyog'imga katta edi. Zato siz ham kiymadi, kabob ham kiymadi. Bang bang, это хук, выстрел из 6 базук. Bang bang, это круг, вижу рядом 1000 рук. Dada, qo'shni bolalar karatega borayotgan ekan. Men ham borsam bo'ladimi? Karate nima kerak menga? Undan ko'ra mollarni boq. Dada, qo'shnimizning o'g'li kollejga kirayotgan ekan. Men ham kollejga kirsam maylimi? Kollej sira turibman. Undan ko'ra mollarni boq, mollardan foyda. Eskilardan bekarga gap qolmaganda dunyoni ish tugaydi, qishloqda ish tugamas ekan. Dada, mana qo'shnining o'g'li institutga kirayotgan ekan o'qishga. Meni ham bilimim yaxshi. Men ham o'qishga kirsam bo'laman, katta odam, rahbar bo'lib ketaman. Obbo, o'qib olim bo'larmiding? Undan ko'ra 10 ta o'qish chog'aman, shularni boq. Mollarga qara, shulardan foyda. Ha shu o't o'lanlarni mol ho'kizlar orasida nomim chiqmay qolib ketar ekanman-da men. Yotishingni qara, qo'shni bolasini qara. Ham karatez, ham o'qimishli, ham bir yerda rahbar bo'lib ishlayapti. Sen mol boshdan boshlaysan bilmaysan. Dada, men sizga aytdim-ku, karatez bo'lay desam qo'ymadingiz, o'qishga kiray desam qo'ymadingiz. Mol boqishdan boshqa narsani bilmayman-da endi. Bo'ldi qilay, mol boshdan boshlasan, yaramaysan o'ssan. Dada, dada, qo'shnini bolasi karatega boryapti-ku, men ham boray. Tajaq bilay o'zi karatem chiqib turibdi. Bor mollarga qara. Mollardan foyda.